Maqsadlaşlar bugünkü hikayemiz ikki hurunning o'limi. İlgirki zamanda Hasan Devlek ve Saud Qabaq degan ikki hurun bo'lgan ekan. U ikkisi nihoyat hurun ekan. Ular atasining tapqinini yeb, o'zlari zodi ishlamaydi ekan. Ertadan kechgacha dumbisini tamg'a yo'lab, oftobga qaqlanib o'ltirib, boshqalarning g'aybatini qiladi ekan. Shunday qilib yurib, ular ota-onalarining ko'ziga yomon ko'rinib qopdi. Günlerden bir güne ularni ata-onalari uydan qovlab chiqarib o'tibdi. Ular qo'rsqig'a bir parcha non tepib yeyolmay bir necha kun och yuribdi. Bir kun yaxshimi ular tunur beshida o'ltirib, endi nima qilish kerakligi to'g'risida maslahatlashibdi. Ishlamizmi, yemak-ichmak, kiyim-kechak tayyor bir yerlarga ketsak yaxshi bo'ladi-da, qayerda shundoq yaxshi yerlar bordi, debdi Hasan Devlek. Kim biladi, yer yuzida undoq yerlar bormi, yo'qmi? Lekin osmonda bo'lsa kerak, chunki osmonda farishtalar va boshqa xosiyatli maxluqlar yashaydi, deyishidi, debdi Saud Qabaq. Undoq bo'lsa, bizmi shu osmonga chiqib ketaylik. Bu mehnat ko'p yerlarda xor bo'lib nima qilamiz? debdi Hasan Devlek. Mayli, chiqsaq chiqib ketaylik, ammo qandoq chiqamiz? Osmonga yetgudek uzun sho'da topqili bo'lamdikin, debdi Saud Qabaq. Osmonga yetgudek undoq uzun sho'tiga topilmas, lekin sho'tisiz chiqishning yo'li bor, debdi Hasan Devlek. Qandoq deb so'rabdi Saud Qabaq. Dog'dagi hangda bir sumriq qushning uvusi bor. Men uni bir kuni otamga ergishib taqqa borganda ko'rganman. Bir amal qilib, ana shu qushni tutib olsak, osmonga shu ilib chiqib qo'ydi, debdi Hasan Devlek. Bu yaxshi fikr ekan, mayli bo'lmasa ertalikda shunday qilaylik, debdi Saud Qabaq. Ikki hurun oxir shu maslahatga kelibdi-da, ertasi sahar turib taqqa qarab maqibdi. Bir vaqtlardan keyin taqqa yetib kelib, handagi sumriq qushning uvisini tepibdi va uning yeniga yoshirinib yetib olibdi. Kun tushdan egilgan vaqtda sumriq qush g'uyuldab uchib kelib, uvisiga qo'nishi bilan tangla Hasan Devlek qushning bir putini mahkam tutib olibdi-da, do'stiga "Mening putimni tut", deb varqirabdi. Saud Qabaq shu zamon do'stining putini tutibdi. Qush qo'rqqanidan yana havoga ko'tarilib uchibdi. Shunday qilib, Saud Qabaq Hasan Devlekning putini tutib, planlig'icha osmonga ko'tarilibdi. Qush bularni 7 qat bulutlarning ustiga ilib chiqib, agib yuribdi. "Osmonga yetaydi-do'qmi? Qo'llarim tilib ketdi-ku", deb so'rabdi Saud Qabaq. "Ha, oz qolsa kerak, to'shga ko'rinib qoldi", deb javob beribdi Hasan Devlek ustida bir narsaning qarasini ko'rib. "Osmonning to'shiga qanchalik bor ekan? Biz potimizmikan?" deb so'rabdi Saud Qabaq. Hasan Devlek ustidagi to'shik deb o'ylagan narsaning yo'g'onligini ko'rsatmoqchi bo'lib, "Mana shunchalik bor ekan", deb qushning putini qo'yib o'tgan ekan, har ikkilisi tangla yerga pulanglab tushib, mijoqlari chiqib o'libdi. Uyg'ur xalq cho'chaklari